rekta tseli yozilgan. Endi qarayman, цистоцелий endi dot патологические выпячивание задней стенки мочевого пузыря в просвет влагалища через переднего его стенки. Ya'ni ayol qinnini ochganda o'tda oldi qismidan ko'rinib turadigani bo'ladi. Bu цистоцелий bo'ladi, tepadan tushadigani bo'ladi. Pastdan tushadigani dot bu rektotseliy bo'ladi. O'rtasidan chiqib keladigani, misol uchun sheykaniki bo'ladi, bunda bo'ladi, o'rtasi teshikcha bo'ladi. Ya'ni mana shu narsalarni boshqatdan sizlarga tushuntiryapti. Endi qarang. Enteroцелий dot грыжа брюшини в области кармана Дугласа, распространяющаяся по прямокишечной влагалищной периоде. Xullas, unisini tushunmaysan. Ya'ni enteroцелий degani bu sizni yoki siydik qismini oldidan tushib keladi yoki qinni orqa devordan